Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. 12 aprel kuni O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 12 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, dam olish kunlari joriy yilning 12 aprelda O'zbekistonning katta qismida quruq ob-havo kuzatiladi. Bu haqida O'zgidromet e'lon qilgan prognozdan keltirilgan. Unga ko'ra, joriy yilning 11-12 aprel kunlari O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand, Jizzax viloyatlarida, ayrim joylarda va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechalari 8-13 daraja, kunduzlari 20-25 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkentda 10-12 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan birozdan o'rtacha tezlikda esadi. Harorat kechalari 11-13 daraja, kunduzi kunlari 23-25 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.